Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli aziz o'tiramiz. Hammalaringizga xayrli oqshom, bayram muborak bo'lsin deymiz. Sangina singlim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bezahmat degan sizni menimcha. Bugun tug'ilgan kuningizmi? Sizni xursand qilishga keldim. Sizni tabriklamoqchiman. Lekin sizga bitta savol bermoqchiman, faqat topishingiz kerak. Kimning nomidan sizni xursand qilishga kelganmiz? Ismlari? Oningiz ismlari nima? Gulbaxon, ona nomlaridan keldik. Qarshaginglar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun sizni xursand qilish uchun, sizni tabriklash uchun Gulbaxor onam, onajoningiz nomlaridan sizni xursand qilishga keldim. Biroz mikrofonni o'zi ko'tarib bir necha yil ilgari onajoningiz qo'ng'iroq qildilar. Telefon qildilar. Menga aytdilar, "Ukajon, yaqinda sizga bitta xizmat bor. Meni eng bo'lgan kuni, iltimos, o'sha kuni kesalaringiz. Meni nabiramni tabriklab xursand qilsalaringiz. Birinchi navbatda uni yaxshi ko'rishimni ayting. Meni erga to'yim, meni prinsessam 10 yoshga kirdi. Ilohim rizo bo'lsin. Ayajonisini baxtiga, darajonisini baxtiga, meni baxtimga har doim sog'lom bo'lsin. Men nabiralarimni hammasini yaxshi ko'raman. U meni erga to'yim, u meni qirolisham. Uni yuzidan hech qachon kulgi tabassum arimasin. Kelajakda eng go'zal hayot har doim meni prinsessalarimga, meni qirolichalarimga nasib ro'zalasini tilakdoshiman. Men har doim duo qilaman, farzandlarim, nabiralarim bu hayotda hech qachon kimdandir kam bo'lmasin. Dunyo turmushiga tursinlar. Men ularni yaxshi ko'raman. Bu dunyoda meni yashashimga madad beradigan, nafas olishimga kuch beradigan narsa bu meni bir-biridan mehribon, shirinna shakar, meni asallarim, meni nabiralarim. Qizalog'im, seni yaxshi ko'raman. Hayoting ham har doim o'zing kabi chiroyli bo'lishini tilakdoshiman. Shu baxtli bo'lganlaringizni ko'rsam bo'ldi. O'shandagina dunyoning eng baxtli onasi bu har doim men o'zim bo'laman. Seni juda yaxshi ko'raman dedilar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Onajoningiz baxtlariga, ayajoningiz, dadajoningiz hammalarini baxtiga har doim sog'lom bo'ling. Ular sizni juda qattiq yaxshi ko'rishadi. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz endi, Xudo xolasa? Katta bo'lsangiz shifokor bo'lasizmi? Eng zo'r shifokor bo'ling. Nomer 1 siz bo'ling. Birinchi raqamligi siz bo'lishingizni tilakdoshiman. Uchun nima qilish kerak? Xudo xolasa maktablarni 5 baholarga tugatib, oliygohlarga kirib, eng yetuk o'sha o'zingiz xohlagan inson bo'lishingizni tilakdoshimiz. Va bugungi bayramlaringiz esa muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan. So'zlari shirin so'zim, yuzlari xuddi o'zim, ona qizim. Keling, bitta qushlar tabriklab qo'yingiz. Bayram muborak bo'lsin. Taqsaginglar. Sangina singlim, bayramingiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Hamma niyatingizga Alloh siz yetkazsin. Lekin men bitta narsa aytmoqchiman, agarda ko'nglingiz nimadir xohlaydi-yu, onajoningizdan, ayajoningizdan, dadajoningizdan, xolangizlar bor, hammalaridan tortinmasdan so'rashingiz mumkin. Ular siz uchun har doim eng zo'rlarini muhayyo qiladilar. Endi ruxsat berasizmi, men sizga Gulbaxor onangiz nomlaridan 2 qator she'r aytib beraman. Ruxsat berasizmi? Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Marhamat. Ko'ksimizda ko'tarilgan yulduzimiz, dilimizda ochilgan gulumsan qizim. Sen uchun kechalari bedor turdik, bir tabassuming uchun bor dunyoni surdik. O'zing bilan kirib keldi baxtimiz, sen bilan yorishadi har bir tuni ertamiz. Qadamlaring shunchalar sevimli najot, har nafasing bizga berar ulkan hayot. Ey go'zalim, bilgin bu dunyo yovdir,
Qo'rqma, yoningda onajoning bordir. Har bir ko'zingdagi yoshing bizga dard. Har bir tabassuming esa jannatlardan sarxat. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Xursand bo'lyapsizmi? Qanchalik? 100%. Mashalloh, do'stlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Endi ruxsat bersangiz